O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i. U haqda nimalarni bilish muhim? 1991-yilning 18-noyabrida O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 8-sessiyasida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Qonunning 2-moddasida O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i O'zbekiston Respublikasi davlat suverenitetining ramzidir deb ko'rsatilgan. Qonunning 3-moddasida esa O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i xalqaro munosabatlarda O'zbekiston Respublikasining timsoli bo'ladi deb belgilangan. Bayrog'imizdagi ranglar haqida. Bayroqdagi havorang zangori osmon va musaffo suv ramzidir. Vaqtida Buyuk Amir Temur ham o'z bayrog'iga bu rangni tanlagan. Oq rang tinchlik va poklik timsolidir. Qizil yo'llar bu har bir tirik jonning qon tomirida urib turgan hayotiy kuch va hayot ramzidir. Yashil rang serne'mat va orombaxsh tabiat timsoli. Yarim oy va yulduzlar musaffo osmonning va tinchlikning ramzidir. Bayroqdagi 12 yulduz tasviri mukammallik belgisidir.